Inson manfaati har narsadan ustun bo'lgan mamlakatimizda olib borilayotgan barcha islohotlar, chora-tadbirlar yagona maqsad xalqimiz farovonligiga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir. Keyingi yillarda viloyatimizda ham qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirish, olingan mahsulotlarni eksport qilish borasida ijobiy natijalarga erishilmoqda. Muhimi, bu kabi ekologik toza, eksportga mo'ljallangan sifatli mahsulotlarni yetishtirish viloyatimiz eksport salohiyatini oshirish barobarida hududlar iqtisodiyoti rivojida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ana shu jihatlar e'tiborga olingani holda soha vakillari qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportini oshirish yo'lidagi tayyorgarlik ishlarini allaqachon boshlab yuborishdi. Hozirda qishloq xo'jaligi tizimidagi ekin maydonlarida mahsulotni yetishtirish uchun tabiiy organik mahsulotlar yetishtirish dolzarb masala bo'lyapti. Sababi biz organik mahsulot yetishtirishimiz xorijga eksport qilishimizga ham juda yaxshi bo'ladi hamda o'zimiz iste'molimizga ham qo'rqmasdan uni tarkibidagi nitrat yoki toksin boshqa moddalar borligini yo'qligini bilib bemalol iste'mol qilishimiz mumkin. Bu salomatligimiz uchun ham muhim. Hozirgi kunda biomahsulotlarni ko'paytirish, biolaboratoriyalardagi biomahsulotlarni ko'paytirish mana shu jarayonlarda kimyoviy preparatlardan chekingan holatda to'liq maydonlarda, ekin maydonlarini biomahsulotlar bilan ishlov berish uchun biolaboratoriyada biomahsulotlar ko'paytirish ishlari boshlangan. Oltin ko'z entomofagi qishloq xo'jaligi zarar kunandaning tuxumlari desak ham bo'ladi, lichinkalari desak ham bo'ladi. O'shalarga zarar yetkazgan holatda ularni ko'payish va tarqalishini oldini oladi. Bu birinchi navbatda oldini olishi zarar kunandalarda hosildorlikka ta'sirini keskin ravishda kamaytiradi va hosildorlik ko'payadi. Asosiy ko'zlangan maqsad entomofag biomahsulotlarni ko'paytirish va keyingi yil uchun zaxirani shakllantirish bo'yicha amaliy o'quv seminari tashkil qilindi. Keyingi yil bahor oylari boshlanishi bilan qishloq xo'jaligi mahsulotlari ekin maydonlariga bemalol zaxirani yaratilgan zaxirani chiqarishimiz mumkin. 2026-yilga barcha qishloq xo'jaligi ekin maydonlari to'liq biomahsulotlar bilan ishlash rejalashtirib, shu narsani amalga oshirish uchun harakat qilyapmiz. Bu yo'nalish bo'yicha albatta bog'dorchilik, uzumchilik, bundan tashqari boshqa qishloq xo'jaligi poliz, kartoshka, pomidor ekin maydonlarida ham zarar kunanda hasharotlar ziyon yetkazishi mumkin. O'sha zarar kunandalarni tarqalishini hisobga olib, undan oldin profilaktika maqsadida ham qo'yish mumkin. Rejamizda butun qishloq xo'jaligi, bog', tog' va hamma ekin maydonlarida biomahsulotlar bilan ishlash bo'yicha reja amalga oshirilmoqda. Maqsadimiz sifatli, organik, toza mahsulot yetishtirish. Albatta, erta ko'klamda ona tabiatning uyg'onishi bilan qishloq xo'jaligi ekinlariga jiddiy zarar yetkazuvchi, ularning hosildorligini keskin pasaytirib yuboradigan turli zarar kunandalar, ya'ni shira, trips, ko'sak qurti, o'rgimchak kana kabi zararli hayvonlar ham jonlanib qoladi. Bu o'z navbatida bog'bon dehqonlar oldiga o'zlari yetishtiradigan bog'dorchilik, g'alla va paxtachilik, meva, sabzavot hamda poliz ekinlarini turli zararli hasharotlardan himoya qilishdek o'ta dolzarb va muhim vazifaga mas'uliyat bilan yondashishni taqozo etadi. Qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish uchun birinchidan biz ularni zarar kunandadan himoya qilishimiz kerak. Zarar kunandadan himoya qilish uchun laboratoriya ishlarini rivojlantirish kerak. Hozirdan boshlab mahsulotlarni ko'paytirish kerak biolaboratoriyalarda. Bu issiqxona bo'ladimi, bu ochiq maydon bo'ladimi, paxta bo'ladimi, makka jo'xari bo'ladimi, pomidor bo'ladimi, hamma ekinga biologik kurash qilmasak bo'lmaydi. Lekin tabiatni muhofaza qilish uchun biz biologik kurashni rivojlantirishimiz kerak. Hozirgi paytlarda eng arzon bu biologik kurash. Mana 3 ta biomahsulotlarni yetishtirib beryapmiz laboratoriyada. Bu birinchidan oltin ko'zni ko'proq chiqarishimiz kerak. Nima desiz, bu oltin ko'zimiz bu hamma xor hasharot. Buni erta bahordan paxtani uvatlarga, g'alla maydonlariga 1 gektarga 1,5 ming donadan oltin ko'zni chiqarishimiz kerak. Bu o'zi ham tabiatda ko'payib ketadigan bu foydali hasharotimiz bana oltin ko'zimiz. Nima desiz, oltin ko'zimiz ko'sak qurtining tuxumini ham oladi. Endi chiqqan tuxumdan lichinkasini ham oladi. Shiraga qarshi juda ham yaxshi, o'zi tabiatdan ko'payib ketadi. Biz uni tabiatdan yig'ib biolaboratoriyada ko'paytiryapmiz. O'rgamchak kananing tuxumini oladi, tripsni oladi. Keyin shiralarni oziqlanadi. Tabiatdan ham ko'payadi. Bir marta agar ximikat ishlatsak,
uni doim ishlatish kerak. Xarajati ko'p bo'ladi-da, haqiqatan. Shuning uchun biologik metod juda ham qulay. Demak, issiqxona xo'jaliklarida ham biologik ishlash mumkin, to'g'rimi? Juda ham yaxshi effekt beryapti. Mana oltin ko'zlarimiz. Shundan tashqari bizning tabiatda xon qizimiz ham bor. Shira bilan oziqlanadi. O tabiatda keyin boyagi sulfit pashasi o ham shira bilan oziqlanadi. Juda ham foydali. Mana biz oltin ko'zni ko'proq chiqarsak, boyagi nima ko'sa qurti ham bo'lmaydi. Bog'da ham juda ham yaxshi effekt beryapti. Nima desangiz, oltin ko'z, u yerda shira ham bor bog'da. Bog'da alma biti bor, alma qurti bor. Unga ham oltin ko'z juda ham yaxshi yordam beryapti. Pomidorda, makachuharida, u yerda ham ko'sa qurti bor. 25-yil mashina qurt bosib ketdi. Biroqini chiqarsa hammasini qirib tashladi. Mana aytayapmiz, mana Xitoy sortini ham ekdik biltiri. Haqiqatan mana bizning tuman 53 sentnerdan oldi. Juda ham xursandmiz. Lekin erta bahorda shira ham bo'ldi. Ildiz qurti ham bo'ldi. Biz chiqardik boyagi oltin ko'zni haqiqatan ko'proq chiqardik. Shu fermerlar zo'r bo'ldi, haqiqatan. Hosildorlik 80 ga ham ko'tardi, to'g'rimi? 80 ga ham ko'tarildi hosildorlik. Shuning uchun biometod eng yaxshi metod bu biometod. Hozirdan biz ishni boshlashimiz kerak. Keyin juda ham effekti ham yaxshi bo'ladi. Ko'p yillik tajribamiz bor-da. Shundagina biz yada ximikatsiz ishlaymiz, kam xarajat qiladi, fermerlarda sifati bo'ladi, biostimulyatorlar bilan ishlaymiz. Muhimi toza ekologik mahsulot yetishtirib berishimiz kerak. Ayniqsa o'simliklarning rivojlanish pallasi, ya'ni vegetatsiya davrida zararli hasharotlarga qarshi kurashishda biologik usul, biolaboratoriya mahsulotlaridan foydalanish yaxshi samara beradi. Bunday usul bog' va tokzorlarni turli zararli hasharotlardan himoya qilishda ham ancha samarador. Muhimi, bunday usul orqali kimyoviy dorilardan foydalanilmaydi. Buning natijasida nafaqat hosildorlik ortadi, balki ekologik jihatdan sifatli mahsulotlar ichki bozor bilan birga tashqi bozorga chiqariladi. 30 yillardan buyon mana shu biometodni rivojlantirish yo'nalishida ishlab kelaman bitta sohada. Mana hozirgi ko'rib turgan xonamizdagi narsalar, bu entomofaglar oltin ko'z deyiladi. Bular mana fermer xo'jaligi dalamizdagi paxta, g'alla, bog'dorchilikdagi mana olma, uzum danaqalari, masalan qavun, tarvuz, har xil dehqonchilikda yetishtiradigan mahsulotlarimizga bemalol hasharot tushganda, shira tushganda, masalan, olma daraxtlarimiz bor, intensiv bog'larimiz bor, issiqxonalarimiz bor. Bemalol bulardan samarali foydalansak bo'ladi. Bularning natijasi juda yaxshi, samarali ishlov beriladi bu narsa bilan, ishonchli bo'lib. Qanday hasharotlarga qarshi kurash olib boriladi mana shu bio mahsulot bilan? Bular bu oltin ko'z hasharotimiz shira tripislariga qarshi, deyarli har qanday palayda ham, daraxtda ham, mevali daraxtda ham mana bu pomidorlarning mayda qurtlari bilan ham oziqlanadi. Bular mana zararlanib qolgan narsalarga bemalol qo'ysa bo'ladi bu narsalarni. Ishonchli, sifatli, samarali natijasi bor bularni. Bu biom mahsulot bilan ishlamagan bog'borimiz olmasini eksportga chiqara olmaydi. Chunki yadiximika sepgan bo'lsa, ular analiz natijasida ortga qaytadi, xarajatga tushib qaytadi. Samarali jihati juda ajoyib. Buni tushungan fermerlarimiz juda ko'pchilikni tashkil qilishadi, qo'shimcha ham olishadi. Qanchalik erta vaqtni kurash chorasini erta boshlagan fermerimiz kech kuzga borib hech qanday yaxshi kayfiyatda hosilini yetkazib oladi. Aynan qaysi paytda mana shu biomahsulot foydalanishni maslahat berasiz? Biz mana shu oltin ko'zni olma daraxti gullagan vaqtdan boshlab beramiz. Bu bitta bu mahsulot bilan cheklanib qolmaymiz. Bizani trichogrammamiz bor, brakonimiz bor, yetkazib beriladigan. Ular etap o'z navbatida tarqatiladi. Masalan, trichogrammamiz mana bu ko'pchilik ko'rasiz, mana dalada yashaydigan xonadonlarda tereyda, bidada barilar tursimon bo'lib qoladi. Ana o'shalarga mana shu trichogramma mahsulotimiz qo'yiladi. 1 gektarga 1 grammdan deyilgan, ya'ni zovur chekkalariga, fermerlarga olib borib tarqatiladi bu narsa. Buni tushungan fermerlarimiz, katta chorva fermerlarimiz ham hozirda qiziqish bildiryapti bu narsalarga. Tomorqachilikda ham samara beradi. Mana bu narsalarda mahalliy aholimiz ham bor, qiziqib fikr bildirayotgan, olib ketib ishlatib samarasini ko'rgan insonlarimiz ham bor. Yana qayta murojaat qilishadi. Yana har kelishganda bitta ikkita sheriklarni ham olib kelishadi. Agar bizda mana issiqxonasi bor
dehqonlarimizni ham taklif qilamiz mana shu narsaga. Ya'ni ximikatni sepmasdan bitta bo'limini mana shu narsa bilan rivojlantirib olsa, ularga ham arzon tushadi, ham samarali, ham ximikatsiz mahsulotini yetkazib dasturxonimizga, elimiz dasturxoniga tortiq qilishadi bu narsalar. Bu mahsulot tarqatish jarayoni qanday kechadi? Tarqatish jarayoni bizada o'zimizni taklif qilishadi, o'zimizda texnikamiz bor, olib borib qo'yib, natijasini kuzatib borib berib kelamiz buni. Bugungi kunda biz albatta uyg'unlashgan himoya uslubiga o'tib bo'lganmiz. Buni ko'pchiligimizga tushuntirib berishimiz kerak. Mahallaga ham, keng jamoatchilikka ham, tadbirkorlarimizga ham. Hozir mana ko'p joylarda ximikatlarga e'tiroz bo'lyapti. Buni olib ishlatdim, effekt bermadi. Qaysini tavsiya qilasiz? Biz ya'ni ximikat tavsiya qilmaymiz, biz qarshimiz. Biz biologik, toza, dorisiz ishlaydigan mana entomofaglar bilan ishlaymiz biz. Demakki, tabiatdan olib va tabiatga tarqatamiz. Biz ona tabiatimizga yordam sifatida mana shu ishni tashkillashtirib topganmiz. Buni xonadonlarda ko'paytirib ishlasa ham bo'ladi bu narsani. Oddiy uslubda ko'paytiriladi bu. Hech qanaqa farzandingizga ham, o'zi insonlarga ham buni ziyon zahmati yo'q-ku, foydasi ko'p buni. Viloyat hokimligi o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi tomonidan agromarkazda tashkil etilgan seminarda so'z olganlar aynan shu jihatlarga alohida e'tibor qaratishdi. Tadbirda viloyatda faoliyat ko'rsatayotgan 35 ta biolaboratoriyalarni kelgusi yil mavsumiga tayyorlash, biolaboratoriyalarda onalik mahsulotlarni ko'paytirish borasida mutasaddi va mas'ullarga aniq ko'rsatma va topshiriqlar berildi. Shuningdek, respublika hukumati tomonidan soha rivojiga qaratilgan e'tibor, imtiyozlar, imkoniyatlarga alohida to'xtalib o'tildi. Tadbirda tashkillashtirilgan ko'rgazmalar orqali ishtirokchilar shira, trips, o'rgamchak, kana kabi turli xil zararli hasharotlarga qarshi kurashda zarur bo'lgan biomahsulotlarni yetishtirish jarayonlari bilan yaqindan tanishib, o'zaro fikr mulohaza hamda tajriba almashishdi. Amalga oshirilayotgan bu kabi chora-tadbirlar agrar soha rivojida hamda mahsulotlarning sifati, eksportbopligini oshirishga xizmat qilsa, zamirida iqtisodiyotimiz rivoji, xalqimizning turmushi, hayot farovonligini yaxshilashga xizmat qiladi.